Bismillahirrohmanirrohim. Bu birinchi xonalari, misoli qabrda birinchi qoziladigan ayvoni bo'ladi. Mana shu birinchi qoziladigan ayvoniga o'xshab qilingan ayvonlari. Mana shunday kelganingizda mana xuddi qabrda tuynugi ochilib mayit qo'yilgan joy bo'ladi. Xuddi shu tuynugi ochilib mayit qo'yilgan joy bo'shab qilingan. Mana ichkariga kirsa, xuddi misoli qabrga kirgandek bo'ladi. Bismillah. Mana xuddiki misoli qabr. Inson qabrda qay holatda yotsa, xuddi shu holatga qilingan. Mana shu yerga kelib inson mana shunday o'tirib, o'tganlarga 2 oyat Qur'on o'qib, mana tafakkur boshlanadi. Ya'ni inson mana shunday qabrda yotadi. Qabr mana shunday, mana biz hozir fanar bilan yotib turibmiz. Lekin aslida qabr qop-qora bo'ladi. Qop-qorong'i bo'ladi-da. Endi bu qabrimizni yorug' qiladigan nima desa, bu holi hayotligimizda qilgan ehsonlarimiz, o'qigan Qur'onlarimiz, xayrli ishlarimiz tufayli qabrlarimiz nuru munavvar bo'ladi. Endi ana shunday qabrlar nuru munavvar bo'lishligi uchun inson holi hayotli paytda ko'p yaxshi ishlar qilish kerak. Ana shu yaxshi ishlardan bittasi Qur'on o'qish kerak, shariat ahkomlariga rioya qilish kerak, xayri ehsonlarni, nafl ehsonlar ko'p qilsa, qabrda farovon hayot, farovon yashashlikka, ya'ni farovonlikka olib keladi. Ya'ni qabri farovon bo'ladi, nuri munavvar bo'ladi, qabri keng bo'ladi. Ana shu ma'noda bu chilaxona qilingan. Ya'ni inson qabrini ko'rsin, ibrat olsin degan maqsadda. Mana keyin ichkariga qarab kirib ketavergan, ya'ni inson o'zini qalbiga qarab, qo'rquviga qarab, ba'zi insonlar ichkariga kirib ketadi. Nima uchun desa, u oxiratga tayyor bo'ladi. Qabrdan qo'rqmaydi. Ba'zi insonlar shu xonaga kirishga qo'rqadi. Nima uchun? Ya'ni qabr bosib qolsa, ya'ni bu bino bosib qolsa degan fikr bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Ana endi qalbida iymoni mukammal bo'lsa, ya'ni oxiratga tayyor inson bu narsalardan qo'rqmaydi. Ya'ni u insonni qo'rqita olmaydi-da. Ya'ni u inson tayyor oxirat nimasiga, safariga. Qarang, qor aka, gapingizni bo'ldim. Endi hozir nechta xona bor yana bundan keyin? Bundan keyin 3 xonasi bor. 3 xonasi bor. Buni qilishdan maqsadki, inson bu yerga o'tirgandan keyin ichkariroq kirib boradi, ya'ni o'zini yana ham mukammal tayyorlash maqsadida, qabrga tayyorlash maqsadida. Endi oxirgi xonalar misoli qabr qilib tor qilingan. Ya'ni qabr tor bo'lib qolishi ham mumkin. Ana shunga ham o'zini tayyorlanib ko'rib boradi. Ya'ni bu holi hayotligida paytda qabrga tayyor bo'lgan inson albatta qabrda bo'ladigan so'roq savollarga oson javob berib o'tib ketadi. Ya'ni uni tasavvurida, tafakkurida bo'ladi-da. Ya'ni u har holatida qabr hayotini o'ylab turadi. Endi misol uchun hozir endi ochiq qabr desa ham bo'ladi, buni to'g'rimi? Xuddi shunday ochiq qabr. Insonlarga ibratgoh degan ma'noda ham bo'ladi, aytsa bo'ladi, ibratgoh. Ya'ni inson qabrni ko'rmoqchi bo'lsa, qabr qandayligini bilmoqchi bo'lsa, shu chillaxonaga kelib ozroq bir yarim soat o'tirib ketsa, qabr hayotini batamom tushunib oladi. Agar yotsa ham bo'ladi, kirib misol uchun sal aytganingizdek bir tafakkur qilish uchun. Endi qarang, bu yerga kelgandan keyin iloji boricha tahorat holda kelib, birinchi o'tganlarga Qur'on o'qib, keyin shu bilgan zikrlarni qilib, zikr qilib o'tirsa, ana uni qalbida asta-asta tafakkur boshlanib, ya'niki dunyo ishlarini batamom unutadi. Batamom unutadi, qalbi, ruhi Allohga bog'lanib turib, Alloh bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Ana shundan keyin u insonning qalbida oxiratga nisbatan muhabbat uyg'onadi. Ya'ni bu dunyoning o'tkinchiligini, bu dunyoni bizlar uchun ozgina vaqtga ijaraga berilganligini tushunib yetadi-da.